Baliqchilikda 25 ming dollar foyda olish haqida video joylagandim. O'zi baliq boqishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Keling shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib ko'limizda toza suv muhitini ta'minlash. Suvimiz doimiy kislorodlarga boy va toza holatda doimiy kirib turishi kerak. Suvimiz aynib ketmasligi uchun doimiy suv almashinuvi bu eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Baliq kuniga 2 mahaldan 4 mahalgacha oziqlanadi. Haddan tashqari ko'p yem berish suvni holati buzilishiga olib keladi. Baliqlar mana shunaqa maxsus balanslangan yemda boqilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu baliqning immunitetini ko'taradi va sog'lom va tez katta bo'lishida juda ham katta rol o'ynaydi. Baliqlarning sog'lig'ini muntazam kuzatib turish kerak. Baliqlarda sust harakat, ishtahaning yo'qolishi kasallik alomatlari hisoblanadi. Kasalliklarni oldini olish maqsadida hovuz devorlari va suvini har 2 haftada ohak bilan dezinfeksiya qilish kerak. Baliqchilik haqida yana ham ko'proq ma'lumot olish uchun bizga obuna bo'ling.